Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Do'stlar, aka-ukalar, bir tarixiy bir voqeaga hozir guvoh bo'lamiz. Tarixiy bir voqeaga, bu mana Germaniya. Birga o'qigan musiqa maktab, Giler nomli musiqa maktabida o'qiganman Toshkentda. 84-yil kirganman, 92-yil bitirib, keyin konservatoriyani bitirganman. Endi ham mayli, u shunaqa bir tarix. Bir sinfdoshim bor, Alisher degan. Isoqov Alisher. Ko'pchilik biladi endi, birga o'qiganmiz. Ko'pchilik deganim birga o'qiganlar biladi. O'sha ham xuddi menga o'xshab Danliboshi bo'lib ketganda, endi shu furada mashina haydaydigan bo'lib ketgan. Qarang endi kunlar o'tib, yillar o'tib mana taqdir hozir ikkalamizni birlashtiradi. U ham shu Yevropa bo'yicha yuradi, u ham Germaniyada ekan, hozirgi momentda shu Germaniyada ekan. Men endi Italiyadan qaytyapman, u Belgiyadan qaytyapti. Shu telefon orqali hozir topishdik. Hozir yarim soatda, 1 soatda ikkalamiz uchrashamiz, do'stlar. Ha. Qiziq-a? Telefonda topishdik mana. Qattasan desam, mana shu yerda. Yaqin ekanmiz-ku, yaqinmiz ham. Davay bo'lmasa bir uchrashaylik sinfdoshlar desam. Bo'ldi, gap yo'q dedi. Hozir 1-2 soatda o'sha topishamiz. Videoni davom ettiraman o'sha kelgan joyidan. Shunaqa gaplar.